birlashgan holda uslublar bo'ladi va o'sha uslublarga masalan kuzgi naturmort, qishki naturmort har xil bo'ladi. Oddiy naturmortda esa kam narsalardan tashkil topgan predmet bu oddiy naturmortga kiradi. Biror mavzuga yondashilgan musiqaga masalan yoki tasviriy san'atga oid naturmort bo'lishi mumkin. Agar oddiy naturmort bo'lsa, u nafaqat qalam yoki meva hammasi uyg'unlashgan holda bo'ladi. Mavzulida o'sha mavzuga oid bo'ladi. Demak, bizda hozir guruhimizni 4 ta komandaga bo'lib olganmiz. Har bitta komandada bittadan sardor belgilangan. Hozir shular bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Demak, birinchi komandamizni sardori, marhamat, o'zingiz tanishtiring. Mening ismim Baxtiyor Valaziza. Jamoamizning nomi Rangli tush degani bizning shiorimiz. Hayot bu san'at, biz uning rassomlarimiz. Молодцы. Bizning nomi ijodkorlar komandasi va bizning shiorimiz har rangda fikr yotar, har chiziqda kuch. Молодцы. Komandamizni sardori, marhamat, o'zingiz tanishtiring. Men Ahmedova Anora, guruhimizning nomi Kamalak rassomlari. Bizning shior bizning san'atda 7 rangning mo'jizasi. 4-chi komandamizni sardori, marhamat. Mening ismim Anarboyeva Malika. Guruhimizning nomi Rang ijodkorlari. Guruhimizning shiori Har chiziq ilhom, har rang g'alaba. Demak, 4 ta komandamizga hozir men shart beraman. Mana shu ko'rinib turgan kontrast fondagi mavzuli naturmortimizni qisqa vaqt ichida rasmini chizishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu 4 ta komandadan bitta komandani komissiya a'zolari tomonidan baholanadi va ularga albatta mana bunday promotionlarni e'lon qilamiz. Tushunarli? Vaqtimiz ketdi. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Boshladik. Musobaqada past komanda yursa, shunga g'oliblarga promotionlar beriladi. Bir kitap verebilirim. Mana kitob. O'zingizga kitob, sovg'alar kitob bo'ladi.
yosh qizlarimiz uchun juda ham foydali. Ertaga kelajakda demak, bugungi ochiq darsimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Ochiq darsimiz juda ham chiroyli tarzda bo'lib o'tdi. Barcha kirgan domlalar uchun ham tashakkur bildiramiz va shunaqa chiroyli talabalarimiz tomonidan ham yaratilgan ijodiy ishlar juda ham maqsadga muvofiq tarzda bo'ldi. Hamma talabalarga ham rahmat aytamiz.